Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabda bugün Abbasilarning 20. sultanı Er-Razi Billah degan xalifening zamonida o'lib ketgan bir qism buyuk mashhur kishilar bilan tanishib chiqamiz. Bu davrdagi o'lib ketgan buyuklardan İmam Niftaviy degan ulamo. Bu kishining kunyasi Abu Abdullah Niftaviy, asli ismi İbrahim ibn Muhammed. Bu şu devrdeki zahiri mezhepniki faqisi. Hem şundaqla Arap grammatik ilminin en büyük peşvalarıdır. Hicriye 244 yılı, miladiye 858 yıl doğulgan bulup, Hicriye 323, miladiye 935 doğru kıldı. Muş peyit ölüp ketken. Bu del Er-Razi Billah'ın taza deslep de hakimiyet dişide ultağan, devir sürvatkan peyitlere. Bu adamda Niftaviy dep Nefit qo'xshatgan. Nefit deganimiz ham da hozir biz deyotgan Nefit shu. O'zini aytdi, ko'rimsiz odam deydi. Endi bu odamga V deb, Nefitning oyog'i V deb nima ish qo'shib qo'ygan desa, bu grammatika manhajda, mazhabda Sibaviyning yo'lini tutib mangan. Shuning uchun buni Niftaviy, Sibaviy degan o'xshash bunda atalgan. Ammo Nefit hozirgi davrda Nefit deb ishlatiladi. Chiroyi işte ko'rimsiz, qara işte adam bo'lg'achqa shu nomni bergan. Bu odam Iroqniki Vas shahrida tug'ilib, shu Bag'dodda makonlashib, shu Bag'dodda o'tgan. Chunki Bag'dod shu vaqtida ham siyosiy, ham ilmiy markaz, ham iqtisodiy markaz ayni vaqtida. Ulamolar bu kishini ta'riflab kelib, Abu Mansur as-Sa'alabi shunday deydi: Arab tilini nəhayət yaxşı biladigan, lüğət ilmini biladigan, hadisini biladigan adam. Şu dövrdə Sa'lab, Mubarrat qatarlıq büyük ulamolardan ta'lim olgan dedi. Biz bu yerdə bir nöqtəni ta'kidlab qo'yaylik. Bu Arab tilini bilish deganga bizning Uyg'urcha engimizdagi Arab tilini bilish emas bu. Bu o'zi teg Arab. Buning Arab tilini bilish degani Arab tilining so'z tomirlarini qaysi so'zdan tarkib topgan, arablar shu so'zni aslida qaysi ma'noda ishlatadi deb cho'nqir atrofliq bilishni arab tilini bilish deymiz. Bizning nazarimizdagi tarjim qilish shaklidagi arab tilini bilish emas u davrda. Bu odamning niyati o'zi axloqi yaxshi, ana so'rindoshligi bor. So'rinda o'ttirgan vaqtida niyati go'zal axloq bilan, ixlos bilan o'ttirdigan. Ondan o'zinki rivoyatlari degan so'zlari ishonchlik odam. Qur'onni niyati yaxshi yodlagan odamda, bu Qur'onni shu mazhabda yaxshi biladigan. Uning ustiga Davud ibn Zohiriyniki shogirdi. Shuning uchun Imom Davud Zohiriyniki mazhabini yaxshi egallagan va shu mazhabniki keyingi davrdagi peshvosi bo'lgan. Ham hadis ilmida ma'lum darajada ko'zga ko'ringan bo'lib, ishonchlik, rostchil deb sifatlar berilgan. Şunlaşqa hadis ilmida bu odamdagi bir qism rivoyatlar borligi qayd qilingan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan Ibn Mujahid al-Baghdadi degan kishi. Bu kishining ismi Abu Bakr ibn Mujahid al-Baghdadi. Bu ayni davrdagi butun qorilarning ustozi, peshvosi. Sab'a nomli bir kitob yozilgan. Shu kitobniki avtori. Ham grammatikarshunos, ham hadisshunos, ham qari tajvidlik 245 yılda tug'ilgan. Bu odamda keyingi davrdagi dаңliq qarilarning ko'plari mush odamda tarbiyalanib chiqqan. Nurg'un qari yetildigan. Masalan biz Ibn Shambuza deymiz, tunganlar o'lib ketgan. Shu qarilar deymiz. Uningdan boshqa nurg'un buyuk qarilar mush odamda o'qigan. Bu adamda hadis rivoyat qilgan kishilardan Dariqutni nomli, Dariqutni degan ulamo, Dariqutni ismli bir ulamo bor, hadis kitobi bor. Shu odamlar shuni o'qigan, hadis rivoyat qilgan. Bu odamga berilgan baholardan ilmi nihoyat mo'l, tushunchasi cho'nqur, so'zi rostchil, ibodati iniq deb bunda baholar berilganda. Uning ustiga bu odamni o'zini kulik chaqchaqliq odam bo'lib, muzikani yaxshi biladigan odam ekan. Muzik chalgan, chamg'anligi qayd qilinmabdi, ammo
müzik ilmini yaxshi biladigan adam deb sifatlangan. Bu zat 324-yilda o'lib ketgan. Bu kishiniki o'lib ketgan paytlari hamda shu Abul Hasan Ash'ari bilan zamondosh, shu davrdagi bir qilibdiki ulamolar shu davrda. Undan boshqa o'lib ketgan yana bir buyukimiz İbn Kasul Hanafi degan ulamo. İsmi Ali ibn Muhammad an-Naxai, Naxai cemaatidan. O'zi Kufilik faqih. Hanafi deb hamda Hanafi mazhabda bo'lg'achqa shu Hanafi deb tonilgan. Bu adam Damashqniki qoziligini qilgan ayni vaqt shu davrda. Bu adam şu mezhep ilmida, fiqh ilmida bo'libmi? Nəhayət və ko'zi ko'ringan peshiva. Amma lekin bu adamning bir aybligi bir kitob yozgan ekanda İmam Shofiyni azroq bu kitobda sal ayblab qo'ygan tarafi bor. Nasrul Maqdisi degan adam keyingi mezgilda bu kitobga raddiya yozgan. Ammo bu adamning bir aybi mushu. İmam Shofiy degan bir cho'ng buyuk ulamo hamda to'rt mezhepning bir asoschisi. Shu adamni ayblab qo'ygan tarafi bor. Ammo lekin o'zini aytib faqih kufi. Balki shu davrda o'sha adamning zamonida mezheplar orasidagi to'qinish nəhayət bək avjiga olgan bo'lishi mumkin. Chunki o mezgilda Hanifi mezhep bilan Shofiy mezhep bilan qudulashmaydigan, bir-biriga qiz berishmaydigan, shunda bir zamonlar bo'lib ketgan shu paytda. Ondan başqa yana bir büyükimiz İbn Abi Hatim degan kishi. İsmi Abdurrahman ibn Muhammad. Hijriye 240-yilda tug'ilib, Hijriye 327-yilda o'lib ketgan. Buni İbn Abi Hatim deyishlik sabab, chunki buning dadisi Abu Hatim ar-Razi bek mashhur bo'lg'achqa, dadisininki nomi bilan o'g'li Abu Hatimning o'g'li deb atalgan. Endi bu Razi deyishda hozirgi Ray deganimiz Tehranni asos qildi. Bu odamning dadisi hadis ilminiki butkul hamma qatlamlarda büyük ulamo. Shuning uchun dadisiniki ta'siriga uchragan bo'lishi mumkin. Bu odamni deydi, dadamning mundaq deganligini anglagan edi. Men tunji qatim hadis ilmi egallash uchun chiqqan vaqtimda men 7 yil tug'an deydi. Men shu piyoda manganda 1000 parsaq yo'l mangan debdi. 1000 parsaq degan taxminan 5000 kilometrdek yamkin. Bu adam dadisi Abu Hatim nurg'un jutlarni piyoda mangan adam bu. Mekke, Medine, Kufa, Bag'dod, Palestin, Beytül Maqdis, Esqalan, Tabariye, Demeşik, Hems, Antakiye, Tersus, Hem, bu Şam. Bu nurg'un yerga bu adam mushtaq piyoda mangan dadisi. Demek bu 7 yil jarayonida bu adam şu İslam dünyasının poytaxt markaziy shaharlarini oylanib piyoda kezib, şu ulumolni o'qib, bunda oylanib chiqqan bir odamning o'g'li. Mush rivoyatni o'g'li Ibn Abi Hatim dadisi rivoyat qilgan. Bu adamniki aqidasi ahli sunna va jamoa aqidasi, chunki shu Jahmiyaga qarshi ahli sunna va jamoa aqidasini asos qilib bir kitob yozgan. Bu adamniki ilmiy hayotida Ibn Abi Hatimniki dadisi bilan dadisiniki zamonida o'qigan, dadisi bilan ba'zi dadisidan keyin safarga chiqqan shu hadis ilmi o'rganish uchun. Fiqh ilmini bu aqida, hadis ilmini bu nəhayət ko'p egallagan dadisidan va dadisiniki qurdosh ustozlardan. Bu adamniki shayxlari, ustozlari bek ko'p ta'riflanibdi. Muslim ibn Hajjaj İmam Muslim. Hatta bu kişi bu adamdaki şagird ekanligi xotirlangan. Bu adamdaki eng mashhur kitoblardan Zuhd, Musnad, Jarh Ta'dil nomli kitoblar bor. Ulamolar baho bergan vaqtida bu adam Abdullohdan sanaladi debdi Abu Ya'la Halili degan adam. Nurg'un ulamolar bu adamdaki taqvoligi komil taqvoda, pachamparat emas. Onun ustiga ilmlik, hem amel qiladigan, hem zoitlik qilgan nurg'un ulamolar madhiya o'qigan. Bu yerda Abdal degan gap arab tilida bu nəhayət zohid, tark dunyo odamlarni ko'rsatadigan
bir iş. Bu zat mı Hicriye 327-yili ölüp ketken. Ondan başka yani bir büyük Mebruman namlı bir kişi. Bu kişinin ismi Muhammed ibn Ali Ebu Bekir deb nam var. Bu kişinin Mebruman deb namı bilan meşhur bulup kalgan. O mu Bağdatlık bir grammatikşunas. Aynı vaqtdaki. Nemişqa bu adamni Mebruman deb atagan desa, bu Arap tilshunosligining eng cho'ng büyük peshvosi Mubarrat degan ulamo bilan uzun mezgil birga turgan. Shu adamdan ayrılmay o'qigan, o'rgangan. Ustozi Mubarrat Mebruman deb atab qo'ygan. Yani Mubarrat shunas yoki Mubarrat Shuman degandek bir gap hamda. Shuni doğruvagan deb. Shuning bilan bu laqam keyin shogirdlar orasida, ulamolar orasida keng umumlashib, ismi unutilib bu odamniki Mebruman deb nomida atilib qolgan. Bu odamniki shu davrdagi nihoyatda buyuk bir ulamolikqa, ilmiy darajasining yuqoriligiga qaramay, bir qism ulamolar ayıplagan. Nemishqa deganda bu odam safarga chiqqan vaqtida xalqning beshiga bunda urug' etib qo'ydigan ish bor ekanda. Mana mushuni bu odamniki axloqsizlik deb sanagan ulamolar. Bu nurg'un qiyinchiliklarni tug'dirgan. Bilmagan o'zing hammallar shu hammallar bilan munosabat jirklashgan boshqalarniki. Shuning uchun mush qilmishini ulamolar shu davrda ayblab she'rlarni yozgan. Yana bir büyük ulamo shu davrda o'lib ketgan Ibn Abdurabbah degan kishi. Bu kishiniki asli ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Abdurabbah. Andalusniki eng büyük shoiri. Al-Aqdul Farid nomli qadar bu kitap. Mush kitobning avtori. Bu odam hozir Qurtubada tug'ilgan. Qurtuba hozir Ispaniyadagi mashhur shahar G'omda. Hijriy 246-yili. Bu odamning asli cho'ng dadasi Salim degan adam Hisham Rizo deydigan Umaviy shahzodasiniki bir ozodgarisi bo'lgan. Shunlashqa bu jamiyat Qurtubada cho'ng bo'lgan. Qurtubada Ibn Abdurabbah aynı vaqtida kitobxona jiq, ulamolar jiq bo'lg'achqa she'riyat, undan boshqa nurg'un ilmlar bilan tanishib chiqqan. She'r yozishga boshlagan. G'azal yozgan, muhabbat she'rlari, keyin tövbe qilib va'z nasihat xarakterli she'rlarni yozgan. Onun ustiga shu urdudagi shoirlarni maqtab, bu orqali oz to'la moddiy manfaatga erishgan bu odam. Bu adamning hamda eng büyük kishinin nima deganda Al-Aqdul Farid nomli kitobi. Bu o'z davridagi islom madaniyatini tanitgan ensiklopedlik nihoyatda büyük bir kitob bu. Ondan başqa bu adam bu arab tili va she'riyat bilan tanishib chiqmasdan Ibn Vazzah, Baqiy ibn Mahallat qatorliq o'z davridagi büyük Andalusningki muhaddislari bilan tanishib shulardan hadis o'rgangan. Bu zat Hicriye 328-yil o'lib ketib Qurtubada dafn qilingan. O'lib ketishdan bir necha yil burun palajlik kesligiga giribtar bo'lib qolgan. Bu odamning qabri hozir shu Qurtubada. Qurtuba degan shu Barcelona shumiki shu atrofda. Razi billah zamonida o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Istahri nomi bilan mashhur bo'lgan Ibrohim ibn Muhammad degan kishi. Bu şu Müslüman coğrafya şunas ulamolarniki piri bo'ladi. Istahirda tug'ilgan. Istahir Mavran nahriga tutishadigan shu yerdagi bir yurtlar. Bu odamniki Suvarul Aqolim, iqlimlarning shakli, surti nomli kitobi bor. Bu odam shu Arabiston diyori, bütün Arab diyori, Hindiston, Atlantik okyan sahilleri, şu yerlerge barib nurgun ulamolar bilan uçuşup bu coğrafya ilmi hakkında bu tunji bo'lib şu Arab Müslüman coğrafya şunaslarının içinde tunji bo'lib coğrafya ilmida kitap yazgan adam bu. Ameliyat ko'rgan hem burunqi Yunan coğrafya şunası Betlemus'un kitaplarından bu faydalangan. Onun kitapları hazır kadar mesela nurg'un tillarga tercüme qilinib, ko'p qatim besilgan. Bu adamning kitobi Masalikul Mamalik Suvarul Aqolim degan kitap. Shu kitap nihoyatda mashhur.
Bu kitaplarning yezilish shakli har qaysi bir iqlimga bo'lganda jut-jutlarni iqlimga bo'lib, shu iqlim bo'yicha yezib chiqqan. Masalan, Turkiston iqlimi, Mavra an-Nahr iqlimi deganda, Farg'ona iqlimi deganda. Shu jutlarni endi shu yerdagi kanit, yezi, qishloq, daryo, o'stam hammani tafsili yezib chiqqan bu odam kitobni. Ammo bu odamniki Suvarul Aqolim degan kitobiga kelsak, bu bir xarit şekillik bir kitap. Jut-jutlarning şu nimelerini, suratlarini sizib chiqqan, xaritlarini sizib chiqqan bu odam. Bilad Mavra an-Nahr, Xurasan, Tabriston, Sijiston, Ozarbayjon, Sham qatorliq hamma yerlar qayd qilinib o'tgan. Istaxir nada deganda, istaxir nima deykan juma? Ironda. İran'da hazırlık davrida İran'dan Şirazga yaqin. Ayni davrda nayati katta büyük paytaxt shahar bo'lgan. Bularmi shu Sasanilarniki Ahmaniya zamonasida paytaxt bo'lgan büyük shahar. Onundan başqa hamda Razi Billahning zamonasida o'lib ketgan yana bir büyük alloma Ibn Shanbuza degan kishi. Abul Hasan Ibn Shanbuza mi deymiz? Bu kishining asli ismi Muhammad ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Silt nomi bilan mashhur. Öz devirdeki Irak'taki bütün qarilarning ustozi İbn Mujohid degan ulamo bilan birga. Qur'onni mesela Qumul, Isaqul Xuzoyi qatorliq büyük şu devirdeki tajvidşunas qarilarda o'qigan bu odam. Bu kishiniki mesela to'y qildiganligi, shazi qiroatlarni o'qiganligini Ali ibn Muqla degan vezirninki huzurida to'y qildigan, to'ynam yozdiganligini biz boshda deb o'tdik. Bu zatmi 328-yili dunyodan ketgan büyük shunas, büyükler. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük alloma Ibnul Anbari degan kishi, asli kunyasi Abu Bakr al-Anbari, ismi Muhammad ibn Qasim nomi bilan. Bu ko'p qirliq ulamo, hem lug'atshunos, hafiz deb sifatlangan büyük, hem grammatikashunos, hem qori adam. Hijriya 271-yili tug'ilib, Hijriya 328-yili o'lib ketgan bu zot. Bu odamning asli yurti mesela Anbar, shu Anbari deymiz. Kichik vaqtida bu odam Bag'dodga kelgan. Chunki bu odamniki dadisi shu davrdagi Kufadagi büyük ulamolarning qatoridagi ulamo bo'lg'achqa, bu bolasini aqlliq, zakiyligini, ko'p narsalarni yodlay oladiganligini bilib Bag'dodga kelgan. Bu odam 300 ming beytni yodlagan deydi. Qur'onga shohid qilingan, dalil qilingan. 300 ming. Bak jiq gap bu hamda. Bu qanchalik narsa bilsa, men 10 sanduq kitobni yodlab bo'ldim degan. 10 sanduq, ha. Hatta Qur'ondan 120 tefsirini yodlab bo'lganligi xotirlanib, isnat bilan. Bu nihoyat büyük katta ish, bu mo'jiza desak bo'ldi bu odamni. Qiraat, qori deymiz, muhaddis, tafsir shunas, mush jiq odamlarda o'qigan shu buni ko'p qatlamli, ko'p qirliq ulamo deb sifatlangan Ibnul Anbari. Bu kishining ustozlari bak ko'p, shogirdlari undan ko'p. Bundan başqa o'lib ketganlar yana bor, lekin eng mashhurlari yana shunchalik. Bugungi darsimiz shuni bilan oyoqlashdi. Biz Abbasiylarning 20-sultoni Ar-Razi Billahning hayoti bilan tanishib chiqdik. Biz keyingi darsimizda 21-xalifa bilan tanishib chiqamiz. U zamonda qanday ishlar yuz berdi? Taqtinglar keyingi darsimiz bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.